Xorazmda, Urganchda ayol qizlarimiz ko'p kutgan beauty center ochildi. Gangda ichanni sizlarga ko'rsatib o'taman. Bu yerni ko'rib wow demasdan ilojlarimiz yo'q. 12 yillik ish tajribasiga ega bo'lgan professional kosmetolog Nadira Yakubova aynan Urganchda, Xorazmda o'zini katta beauty centerini ochdi. Bu centerda hamma ayollarimiz yuzlarini chiroylatish, yanada tabiiylashish uchun keng imkoniyatlarni ular yaratdilar. Bir vaqtning o'zida aynan 6 ta mijozga xizmat ko'rsatadigan ushbu beauty centerda eng professional kosmetologlar sizni yuzingiz bilan, nozik yuzingiz bilan ishlaydilar. Go'zallik faqat yuzda emas, bu yerga kelganlaringizda aynan ichondagi atmosferani ko'rib, ko'zlaringiz ham yashnab ketadi. Ichkariga kirib kelishingiz bilan sizni betakror atmosfera va xushmuomala bo'lgan xodimlar qarshi oladi. Bu burchakda Nadira Yakubovaning o'zini mualliflik kremlari joylashgan. Sizlar bilan birgalikda pastki qavatdan ko'rib chiqamiz. Bu zonada hamma qulayliklar mavjud. Siz kosmetologik markazga kelasiz va qaysidir vaqtda kutishingiz kerak bo'lib qolganda, shu yerda sizni eng chiroyli bo'lgan ko'rinishlar qarshi oladi. Muolaja xonalari esa alohida mavzu. Xalq orasida shunday gap yuradi. Kosmetologga kelsang, bu kosmetologning yuzini qara, yuzini chap yog'ilab turgan bo'lsa, sen yuzing ham shunga qo'shar bo'ladi dedi. Nafaqat bir kosmetologning yuzini ko'rasiz, balki ichondagi go'zallikdan ham bahramand bo'lib ketasiz. Nozik mijozlar uchun alohida xona. Bu xonada faqatgina o'zingiz uchun muolajalar olib boriladi. Barcha xorazmlik ayol qizlarimiz Nadira Yakubovaning beauty centerining ochilish marosimida tez kunda kutib qolamiz.